Bismillahirrahmanirrahim. Mana bugun 10 dekabr 2025-yil. Zaydvolga stroyga qodim ketyapti. Kranlar ishlayapti mana. Odamlar ko'p. Hammasi o'zbek, tojik, qirg'iz, xuddi o'zimizdan ular. Birinchi qor lekin halicha Moskvada. Mana shu nasib bo'lsa kelayotgan 2026-yil hammaga omad, muvaffaqiyatlar olib kelsin. Yaxshi yil kelsin. Hammani omadini bersin. Baxtimizga oilamiz, ota-onamiz, aka-ukamiz, bola-chaqamiz hammasi sog' bo'lsin. Nasib bo'lsa shu hamma omadini bersin deymiz. Bu yerda hamma ishlaydi qishda, ko'chada. Qor demay, ayniqsa musofirlar, dvorniklar, dastavshiklar. Ularga ham Xudo omad bersin. Ishiga rivoj tilaymiz hammasini. Lekin kamroq qolibdi qor. Endi bundan buyog'i bo'ladi-da. Qoram o'tgan yillari, boshqa paytlari mana shu payt qor o'zi bo'lib turaydi. Qashda 50 cm, 30 cm bo'lib turaydi. Hozir qor kam. Birinchi og'usi menimcha. Biz asta ishga haydayapmiz, Xudo xohlasa. Avval bizlar kelgan paytimiz dvorda ertalab soat 5dan chiqib ishlaydik. Hozir soat 9 bo'lsa 9gacha mana ishda o'tiraydi. Ular ham ishlayapti. Dastavshiklar ana damda oyotdi, dual saplar turibdi. Mana shunaqa hayot Moskvaniki. Musofirlikda musofir bo'lmagan bilmaydi deydi-ku. Mana bo'la turibdi. Bittadan qoqyapti mana. Buyurgan tashlab ketdi, shu sovuqqa pivo ichib bo'ladim. Mo'asimda kirdirib qo'y deydi, qishda qarayda yashaydiganlar bilasizlar. Bu ichiga panaga tursin deydi. Tika bo'ladimi u? Bu yerda hammasi ko'chadilar. Mana bu metro Naximsga to'g'rida. Mana shunaqa gaplarda. Yo'lga chiqib kelyapmiz. Hamma shuda. Yana ishlayapti ham. Ayollar xohlagan joydan burib ketaveradi. Buni yengillar. Kamera yo'qmikan? Ya burish mumkinmi? Ko'rmadim chiziqda uzilgan joyini, lekin balkim uzilgan joyi bordir. E'tibor bermadim. Xullas. O'zimizga ham qor, yomg'irlar yetib bersin. Mulkul bo'lsin hamma narsa. Sovuq. Men kamerani to'xtataman.